Shavot tumani markazidan gapiramiz. Orqamda ko'rib turgan bo'lsangizlar, Shavot qurugi joylashgan. Qurugidan 30 metr tamojniy yo'lga qarab yurasizlar. Ina bu do'raga qarasangizlar, metan zapravka bor. Metan zapravkani ro'parasida akva eshik, oyna, ram, jaluzi, pardalar optim narxlarda. Buni hammang bilsangizlar kerak. Bugun ana shu yerda zo'r yangiliklar bo'lib turibdi. Sizlar esa videoga birdan like-ni bosmadan kommentariyada chotki gaplarni yozib boshlayinglar. Ha, like bosib boraverganlar, omadingizni sinab ko'ringlar. Oldi qismida akvachi, oynachi ustalar uchun xohlagan turdagi materiallarni optim narxlarda yana shu yerdan topib olsa bo'lar ekan. Yana bu tarafida esa oyna kesish xizmati bor ekan. Assalomu alaykum. Nechsiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xormon ishlar bilan. Qancha yangiliklar bo'lib turibdi bugun bu yerda? Bizning yangiligimiz toza perdeler geldi. Halka menfaatli bo'lsin deb arzon bahada qo'ydik. Oyna ishchi, akvachilar ham optim beramiz. İçelim kolleksiyonda perde gerek bo'lsa, perdelerimiz ko'p. Yana ham bor skladimizda. Saçaklarımız 250 ming so'mdan 180 ming so'm, 200 ming so'm. Gülli perdelerimiz var. 150 ming so'm danası, ştuku. Adnatonli perdelerimiz var bunda. Danası 100 ming so'mdan. Eğer ko'proq olsa gelişemiz. Eshiklarimiz kvadratı 800 ming so'm, 1 milyon so'm aynasının nakşına qarab ketaveradi. Bular danası 800 ming so'm nalışniki hem narsasi içinde. 1,5 milyon so'm yarma kapılarımız, bektar zarakları var. Beşlerimiz 700 ming so'mdan duruşu. Zamoko, pamoko hem narsasi içinde. Keyin yazda setkelerimiz. Eshiklar 250 ming so'mdan beraber tutmuş danasını. Aynalar 80 ming so'm, 70 ming so'm. 80 ming so'm. Portishkalar ham bor axir. Portishkalar hammasini topiladi. Endi toza setkelerimiz bayna. Bu boshqacha ekan. Qarang'ilab qo'yadi, xolasan da ochiq qo'yadi. Yaqti nasi uchun. Valla 700 dan eshiklar. Boshqa yerlar bilan solishtirib qarasanglar haqiqatan mazan ekan. Portishkalarimiz shu ko'rsatganimiz dina replik ko'p ochiladi. Yuvar ko'z tina duraveradi. Oynamiz ham bu yoqqa ochiladi. Bu yoqqa rangli svet, ichani oq svet tutashib beklanadi. Lazım da ochib qo'yasiz. Bularni kvadratı 650-700 ming. Kvadratı 1,5 milyon so'm. Termo ishlarimiz ham bayna. Termoni sizga tushuntirib o'tayim. Bu zo'r eshik, bir qo'ysangiz umrlik duradigan eshik bu. Eshik o'rtasida rezinka plastmassa bor, ichana ish sovuq o'tirmaydi. Bularimiz plastik eshik yana. Tabani eshiklarimiz bor. Danası 750-800. Bular nechadan boshlanadi kvadrati? Bular 4 milyon so'm olib borib beramiz. Bular 1 milyon 800 ming so'm. Yana barmog'ingiz bilan bosasiz, ochiladi. O, bu yerda bosib tashlashlar, menimcha optimi kerak-ku bular. Havang bular ustalar ham beramiz shu yerda. Mendan olib ketib, üstüne 1 so'm qo'yib satsam bo'ladi klientlere. Optima nalishlik koronasi yo'q, ishi durishini 600 ming so'mdan berib beramiz. Bu podogoniklarimiz yana xo'jaliklar uchun oynasi qo'yilib, podogonik qo'yilmagan bo'lsa, har xil svetda metr yuradi. 60 ming so'mdan boshlanadi metri. Endi bu yerda sizlarda oyna kesish xizmati ham bor ekan. Akfach ustalarimiz ham kesib beramiz. Optim bahada xo'jaliklar kelsa, xo'jaliklar ham kesib beramiz. Siz hurmatli yaqinlarim, agar kimlardan ina shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon nomerlar aloqa chiqaveradi. Shavotliklardan ko'rdim desangizlar, siz uchun albatta aksiyalar bor. Oxirimda bir narsani aytib o'taman. Akfa oyna eshiklar ishlab chiqaruvchi sexini ishchi xodimlar kerak ekan. Agar kimda kim ishlayman desa, ina shu nomerga aloqa chiqsangizlar bo'laveradi. Agar zakaz beraman desangizlar ham ina shu raqamga aloqa chiqsangizlar bo'laveradi.